Aslayman seni Atsam qavrayman Yultuq yasayman Xitayning Soho торының сүрәтле хәбәрдән мәгълүм булышча, Шэньши өлкәсенең Ниңву шәһәрендә махсус Лоңян багчысы курылган булып, бу багчыда бу йорттан чыккан 20 нәфәр мәшһүр ватанпәрвәр генералның һәйкәле тикләнгән. Әнә шуларның катарында Джауханчи исемле бер гоминдан командирның һәйкәле орын алган. Уның һәйкәлегә Джауханчи Ниңвулык ватанпәрвәр генерал. У 1945 ел 8 айда дәүләт армиясе яңа 2 дивизия 5 полкының командиры булып, Аксу шәһәрен саклаган. Әйни вакытта Шәрq Түркстан милли армиясе Аксу шәһәргә куршап һуҗум кылган булып, Джауханчи шәһәрне кугдаш команданы сүктедә 600 кишлек әскери көч белән 3000 артык адамга каршы җан кылган ва 1 айдан артык вакыт җан тикеп, каллык җан кылып, Аксуны кугдаш урышының галбисен колга келтирип хезмәт күрсәткән. Шинҗаң тыныч азат булгандан кийин Джауханчи хакыйкать кайткан офицерлар катарында булган дип язылган. Шуныңдак яна Хытай торбәтләрендә Джауханчига аит нургын язмалар элан кылынган булып, буларда уныңга милли каһарман, Зозоңтаңдан кийинге яңа бер каһарман дигәндәк мәдияләр укылган. Мәсәлән, bir Хытай торыда Джауханчи Зозоңтаңдан кийин Джунгуның Шинҗаң зиминне кугдаш өчен Шинҗаң тупрыгында каһарманлык дастаны яратты диелгән. Джауханчи 1945 ел 8 айда Сопахун Совроб, Касымҗан Камбри, Абдикерим Аббасов катарлыклар башлыгындагы Шәрq Түркстан милли армиясенең 150 кишлек бер әтрәте Аксуга төшеп җан кылганда, уларга каршылык күрсәткән иде. Милли инкыйлаб тарихига аит материаллар ва тарихи шаһидлар испатлады ки, Аксуда җан кылган милли армия һеч качан 3000 адам эмас, фақат bir qancha yuz кеше ва уларны коллаган мәгълүм сандагы коралсыз амма иде. Джауханчи катарлыклар юқорыга үзләренең 3-4 мең бандит белән җан кылганлыгыдак ялган мәгълүматларны юллап, үзене каһарман кылып күрсәткән. Аксудагы бу кошын Хытай тараф белән тынычлык сөбәт сәбәбидән чекинишкә мәҗбүр булган. Әмәлиятта улар Джауханчи башлыгындагы Хытай әскәрләрен юктып, Аксуны азат кылыш алды турган иде. Швециядагы тарих тадқиқатчысы Абдушкур Мөхәммәд әфәндинең карашыча, Джауханчи 1950 елларда Компартия хакимияте тарафыдан бигуна адамларны кырган, зораван унсур дип бекитилгән. У 1945 ел 9 айда Аксуда уйгыр халкының от йөрәк инкыйлабчы шаири Лутфулла Муталлиб башлык 30дан артык уйгыр инкыйлаби яшьни. Шуныңдәк Аксудагы көплегән бигуна уйгырларны вәшияны усулда кырган. Джауханчи хәтта Лимуталлибны үз кулы белән итеп өлтергән иде. Шуң уйгырлар уны җаллат дип баһалаган. Джауханчины мәйле кайсы нуктаны әйтмәйле, бер агыз гәп белән әйткән вакытта о канхор җаллат дишке булды. Чөнки әйне чагда о Лутфулла Муталлиб, Билал Әзизе, Монордун Хоҗа катарлык бер төркем яшьләрнең яшьлык хаятыны үз кулы белән набут кылган. Мәйле qaysi davr qaysi tarixiy sharoitdan elib aytsak, gunohsiz insonlarni o'ltirgan, insonlarni sifatlaydigan bir so'z bor. Bu bo'lsa qonxo'r jallat. Ayni chog'da Lutfullah Mutalliblar mayli qaysi davrning nazaridan yetishimizdan qat'iy nazar, o'zlarining erkinligi, baxtiyor turmush uchun kurash qilgan, adolat, haqqoniyat uchun kurash qilgan qahramon deyishga bo'ladi. Mulla adolat taraf turg'uchilar. Endi bu şu adalet tarafta turg'uchilarni o'ltirganlarning bir nomi bor, qonxo'r jallat. Jahonchi amaliyotda haqiqiy qonxo'r jallat. Джауханчи 1913 yıl tug'ilgan, kichik vaqtida Uyg'ur diyoriga kelib, Qarshahar qatorliq joylarda yashab, 1930-40 yillarda Shingsisay armiyasida ishlagan va keyin Gomindan armiyasining polkovnik darajalik ofitseriga aylangan. 1949 yıl o Gensuga barganda Kompartiya tarafga o'tgan va Wangjan Pungdaxay qatorliqlarga Uyg'ur diyorining ahvoli haqida ma'lumot berib, uning yurish qilishiga moslashgan. U haqiqat qaytgan Gomindan harbiylar qatorida muomala qilingan. Biroq Jauxanchi o'zining tug'ilgan joyi ichki Mo'ng'olning Xo'xot shahriga ketib olgan. Ammo 1951 yili Xitoy Kompartiyasi aksiyal inqilobchilarni bostirish harakatida uning ayni vaqt qilgan zo'ravonliklari, xalqqa solgan zulmlari, Gomindanga sodiqlik bilan qilgan xizmatlari uchun 1952 yil 5-oyda o'lim hukm qilib ijro qilgan. Aqsu yana Gomindangning Aqsu turishliq armiyasining qo'mondoni
bo'lgan. U qo'mondon bo'lgandan keyin Aqsuda yerlik millatlarga, jumladan Uyg'urlarga qattiq qo'l muomala bo'lgan, naq insonlarni o'ltirgan, boshqalarning mol-mulkini bulib olgan, mayli cho'nglar bo'lsin, mayli kichiklar bo'lsin, bo'zib ketgan, fuqarolarning qizlarini oyoq osti qilgan, mushundaq nurg'un qilmishlari bor endi. Mushundaq qilmishlari bo'lganligi uchun 1952-yili Xitoy kommunistlari hokimiyat tiklagandan keyin, yana shu 1952-yili Javxanchining hayotidagi shu barliq kamchiliklari, yana jinoyat sababidan uni etib tashlagan. Әмнетті bu to'g'ri, yaxshi bir qaror bo'lgan. Chunki u insoniyatning dushmani, haqqoniyatning dushmani, adolatning dushmani bo'lgan u. U faqatlam kishilik turmushidagi nachar illatlardan sirt mushxil jinoyatlarni bor, shuni etib tashlandi. Abdushukur Muhammad Iminning tarixiy materiallar asosida tekshirishicha, uning Lutfullah Mutallib qatorliq yoshlarni qirg'in qilganligi jinoyatini surishtirilgan. Amerikadagi tarix tadqiqotchisi Taran Uyg'ur apandining qarashicha, mavzuning boshchiligidagi Xitoy Kompartiyasi hokimiyati o'zining Uyg'ur diyoridagi o'rnini mustahkamlash uchun ayni vaqtda Oqsudagi yoshlarning harakatini inqilobiy harakat, Lutfullah Mutallibni bo'lsa, inqilobiy qurbon. 1944-49 yillardagi milliy ozodlik inqilobini bo'lsa, Jungu demokratik inqilobining bir qismi deb baholagan. Ana shu siyosat tufaylidan Javxanchi qatorliqlarga o'lim jazosi bergan. Ammo inkaslardan ma'lum bo'lishicha, yaqinqi yillardan buyon millionlagan Uyg'urning lagerlarga solinishi, darsliklarning o'zgartirilishi, maktablarda butunlay Xitoy tilida o'qitish yo'li qo'yilishi jarayonida maktablarda jamiyatda Lutfullah Mutallibni xotirlash, uning she'rlarini deklamatsiya qilish, hatto Uyg'urcha darsliklar kirgizish qatorliqlarga chek qo'yilgan. Hatto Lutfullah Mutallibning Aqsu shahridagi Koni qabristonlikdagi maqbarasini ilib etilgan. Umuman Uyg'urlarning Limutallib qatorliq yoshlarning Javxanchi qatorliqlar tarafidan qandoq o'ldirilganligini so'zlashi, milliy inqilob tarixi va boshqa o'z tarixidagi qahramonlardan iftixorlanishiga cheklama qo'yilgan. Taran Uyg'ur apandining qarashicha, vaholanki Xitoy Kompartiyasi boshqarayotgan Shanxi o'lkasining Ningwu shahar hukumati Mavzudong Jo'illay qatorliq kompartiya doiralari aksini inqilobchi, xalqni qirgan jallod deb o'limga hukm qilgan Javxanchiga o'xshash kishilarni vatanparvar general deb hurmatlab haykal o'rnatishi 200-limchilikning tipik ulgisi ekan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyningki yaqin zamon tarixida Sharq Turkistonda yerlik xalqlarga qarshi jinoyat o'tkazgan huquqdorlarni g'ayriy rasmiy kanallar bilan oqlaydigan urinishlar meydon etmoqda va avj olmoqda. Men bu xil urinishlarni bundaq bir qancha nuqtadan tushuntirish mumkin deb o'ylayman. Birinchidan, bu Xitoy kommunistlarininki milliy masalaga tutgan uzun mezgillik, qadam bosqichliq planlari va ijroatlarininki davomi deb o'ylayman. Ya'ni milliy masalada ziddiyat o'tkazilgan chog'da vaqtincha quruq emizgini silib, papilab, o'zlari tushunib, ma'lum nuqtaga yetgan chog'da yoshirin planlarni oshkorlaydigan shunday bir an'anasiningki bir davomi deb qarayman. Bu xil pozitsiya amaliyotda yerlik millatdan bo'lgan sarxillarga ishlatildi, lekin o'xshamagan ta'tir yo'llanishdi. Masalan, eng murassasiz holda Xitoyninki ishg'oliyatiga qarshi chiqqan zotlar kommunist Xitoy Sharq Turkistonga kirib uzun o'tmayla turli qalpoqlar kiydirilib etildi. Pozitsiyasi nisbatan mo'til bo'lgan zotlar yerlik millatchilikka qarshi turish harakati qatorliq bir qancha siyosiy harakat jarayonida bostirildi. Xitoy kommunistlari bilan o'xshamagan darajada hamkorlashgan kishilarmi madaniy inqilobiy mezgilda omon qolmadi. Buning aksicha kommunistlar dastlabda yerlik xalqlarningki mayilligini qo'lga keltirish ustidan vaqtliq bostirgan Xitoy amaldorlariga qartilgan besim barbara bo'shitilib, mana hozirgidek ularni oqlaydigan, hatto milliy qahramon darajasiga ko'tarilgan holat shakllandi. Kompartiya rahbarligidagi Shanxi o'lkasining Ningwu shahrining maxsus bog'cha yasab, Javxanchi uchun haykal o'rnatishdan qaraganda, Xitoy Kompartiyasining nazarida Javxanchining 45-8-11 oylar orasida Oqsuda Sharq Turkiston milliy armiyasi bilan jang qilganligi, Lutfullah Mutallib boshlagan milliy ong'a ega Uyg'ur ziyolilari, milliy armiya jangchilari va ularni qo'llagan yuzlagan tinch Uyg'ur fuqarolarini, hatto bolalar, ayollargacha rayimsizlarcha qirg'in qilishi milliy qahramonlik va vatanparvarlik degan tushunchani berdi ekan. Sallam Lutfullah, eslayman seni.
atsam qavranga yulduq yasayman.